Olis So'xda anklav hudud bo'lishiga qaramay ijtimoiy hayot ancha rivojlangan. Bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari esa jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Nafaqat dasturga kirgan qishloqlar, balki hali dasturga kirmagan mahallalarda ham xalqning kuchi bilan obodlik va bunyodkorlik ishlari avj olgani ayni haqiqat. Buni birgina Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'ini misolida ko'rishimiz mumkin. Mahalladagi saxovatpesha insonlar ko'magida umumiy qiymati 150 million so'mni tashkil etgan teatr binosi ham qad rostladi. Tumanda bir kunda 3 ta inshoot foydalanishga topshirildi. So'x mahalla fuqarolar yig'inida ham mahalla binosi zamonaviy tarzda bunyod etilib, aholi ixtiyoriga topshirildi. Topshirish marosimida qatnashgan mas'ullar tomonidan karantin qoidalariga ham amal qilindi. 20-yilda tumanimizda 3 ta mahalla fuqaro yig'inlari binolari, ikkitasi davlat sherikchiligi asosida, bittasi davlat dasturi asosida, mana bu yerda hozir biz ko'rib turgan binomiz mahalla fuqaro yig'ini kuchi bilan, hashar yo'li bilan qurildi. Aholi kuchi bilan. Mana shu mahallaga bir necha marotaba tuman sektor rahbari, tuman prokurori Abduvaliyevni sayyor qabullarida kelganimizda fuqarolar tomonidan mahallada yig'ilish o'tkazadigan zal yo'q, shunga zal qurish masalasi ko'tarilgan edi. Haqiqatan mana tuman prokurori tashabbusi bilan mahalla fuqaro yig'ini raisining sayyor harakati bilan mana mahallada fuqarolardan hashar uyushtirib mana shu muhtasham zal qurildi. Shu kunning o'zida Chimoqcha mahalla fuqarolar yig'inida umumiy qiymati 600 million so'm bo'lgan yangi inshoot qurib foydalanishga topshirildi. Barcha qulayliklarga ega mazkur zamonaviy binoning aholi ixtiyoriga topshirilgani qishloq ahlini quvontirgani ayni haqiqat. Zero shu kungacha mahalla idorasi juda nochor holatda edi. So'x tumani Chimoqcha qishlog'ida davlat sherikchilik asosida mahalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosini tadbirkorimiz Yo'lxon Akbarov degan tadbirkorimiz qurib bitkazildi. Bundan xalqimiz hammasi xursand, biz minnatdorchilik bildiramiz. Bu yangi shinam zamonaviy bino bizni ishimizni faoliyatimizni yuritishda kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat baxshlaydi. Xalq talabiga asosan yuzasidan mana shularga to'yxona, turadigan joylar, maishiy xizmat, ishlab chiqarish sexlarini qurib berishga men hokimona oldida va'da berdim. Shu narsalarni qurishga harakat qilaman. Uni qiymati 3 milliarddan oshyapti. Mana davlatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Odatda uni foizli kreditlar berishdi. Shularga asoslanib olib, men shuni ishlab bolalarim bilan qurib bitirishga va'da beraman. Ochilish marosimida qatnashgan tuman hokimligi vakillari bugun olis hududlarga davlat tomonidan berilayotgan e'tibor, ayni damda So'x tumanida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari xususida alohida to'xtalib o'tdilar. Darhaqiqat So'x tumani anklav hudud bo'lishiga qaramay hamisha davlatimiz e'tiborida. Shaharlar qatorida So'x tumanimiz ham obod bo'lyapti. Mana bugun Hayit Qurbon arafasida, Hayit bayramida arafasida biz Chimoqchada zamonaviy mahalla guzari, mahalla fuqaro yig'ini idoralari, ma'muriy idoralari hozir topshirib Dadaxon Akbarovni boshchiligida qo'yib berdilar. Mana bunga shukr aytamizki, birinchi prezidentimizga rahmat. O'zbekistonning osmoni musaffo. Viloyat hokimiga rahmat, tuman hokimiyatiga rahmatki, shuncha bizni xalqimiz uchun, mana shu bitta qishloqlar uchun shu e'tibor beryapti. Biz mana shu mahalla nomidan tashakkur aytamiz. Olis va chekka hududlarda davlat idoralari uchun qurib berayotgan bu kabi zamonaviy inshootlar bir narsadan darak beradi. Davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan ezgu g'oya, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalq uchun xizmat qilishi kerak, bugun amalda o'z ifodasini topmoqda. Aslida davlat idoralarining xalqqa xizmat qilishi uchun barcha zaruriy shart-sharoit yaratib berilishi lozim. So'x tumanida bu masalaga alohida e'tibor qaratilayotgani albatta e'tirofga sazovor. Jahongir Sobirov, Muhib Azamjonov, So'x tumanidan maxsus.